Assalomu alaykum. Xudo xohlasa Oqtoshda obyektimizni bitkazdik. Bu yoqda finskiy sauna, bu yoqda peltbandliklarni qilib berganmiz. Peltbandliklar blok hauslardan bo'lgan. Blok hauslarimiz ham yaxshisi ishlatilgan, xudo xohlasa. To'liga aksessuar chochuvlarni qo'yishga shkaflarni qilib berdik. Bu xonamizda tepalarga majvennik ishlatdik, dekoratsiya sifatida. Kirganda приятный hid berib turadi. Bu ham xudo xohlasa. Xo'p, bu yoqda dushimiz joylashgan. Dushimizga osma chelaklarni qo'yib berdik, xudo xohlasa. Bu yoqda premium class saunamiz bo'ldi, xudo xohlasa. Abachog'uchlardan tepalari polni majvenniklar terilgan, hidi juda ham zo'r chiqib turibdi. Orqalariga, pechkan orqasiga Gimalayskiy tuzlar. Bu tuzlarga ahamiyat berib qo'yasizlar, xudo xohlasa zo'r chiqdi. Spinkalar ham noodatiy bo'ldi, xudo xohlasa. Aksessuarlar, bo'tga ishlatilgan hamma narsa xudo xohlasa eng yaxshisi bo'ldi. Abachog'uchlarni ham o'zimiz birinchi qo'l bo'lib olib kelamiz. Xohlasa alohida chiqarasizlar. Hattoki ham pultlariga ham original pultlar qo'yganmiz. Soatlarigacha qo'yib berdik bu obyektimizni. Xudo xohlasa foydalanishga tayyor. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, o'zimizga bemalol aloqaga chiqarasizlar.